Eng zo'r ishonchli hozirgi trendga chiqqan arina torti. Shunaqa zo'r, kumur og'izda erib ketyapti. Un bilan margarinni yaxshilab kroshka qilib olamiz. Ustiga qatiq hamda shakar, qabartma hamda vanilin shakarini solib xamir qoramiz. Xamiri teng to'rga bo'lib, bir oz tindiramiz. Olcha yoki shpankani danagidan ajratamiz. Kraxmal bilan yaxshilab aralashtirib, biroz chetga olib qo'yamiz. Xamirni xuddi Napoleonga ochgandek ochamiz, chetlarini kesib tashlaymiz. Ana endi ko'rsatganimdek teng to'rga bo'lib olasiz. Ana endi shpankani birin-ketin terib chiqamiz, yaxshilab zich qilib o'rab, pergament qog'oz solingan listga zich qilib terib chiqamiz. Ana endi bu joyiga e'tiborli bo'ling, singdirib 1 soat davomida pishirib olasiz. Kremiga qaymoq, sug'ushonka hamda plombirli essensiyani solib, quyuqqina bo'lgunigacha mikser qilib olamiz. Yetida terib, 4 qavat taxlab chiqib, xuddi shu ko'rinishda krem ko'sh holida taxlab chiqasiz. 4-5 soat muzxonada turgandan keyin ustiga qaymoq bilan shokoladni eritib, glazur quyib yuborasiz. To'liq retseptini Telegram kanalimda yozib qoldirdim. Bemalol kirib, bepulga o'rganib olishingiz mumkin.